Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Xabar kanallarimizga xush keldinglar. Bugün 6 ayının 16 günü. Bugün dünyada iki çoğun iş yüz beripti. Birinci çoğun iş bolsa Hindistan devleti ve Xitay devleti o'rtasidagi chegara boyida qurolliq harbiy to'qinish yüz berib, her iki tarafdan odamlar o'lish ve adam yaralanish ahvollari yuz beribdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqinda Xitoyning Janubiy harbiy rayonininki general qo'mondoni bilan Hindiston davlatining 14-korpus armiyasining bosh qo'mondoni bilan suhbat o'tkazib, ikki tarafning suhbati yaxshi natijalik bo'lmagan. Lekin suhbatda har ikki tarafninki generallari tinchlik yo'sinda talash tortish masalalarini hal qilish to'g'risida tirishchanlik ko'rsatishni bildirgan. Yaqindan buyon her iki taraf chegara boylarida chegara to'qinishi kuchayib, qurol ishlatmay, qo'l, put, mosh, peshvo bilan ikki taraf bir-birisi bilan jidallashib, ig'ir yarda bo'lish hodisalari ko'rilgan. Bu jidal borgan sari kuchayib, ikki taraf bugun rasmiy qurolliq harbiy to'qinish urushini boshlab o'tgan. Xitoy tarafdan bo'lsa 5 askar itib o'ldirilib, 11 askari ig'ir yaralangan. Hindiston tarafdan bo'lsa 3 askar itib o'ldirilib, uning ichida bir qo'mondon hayotidan ayrilgan. Ikki tarafning bu chegara to'qinishi Hindistonga tava bo'lgan Kashmir rayonining Ladakh degan yerda yüz bergan. Hindiston askarlarining deyishicha, Xitoy askarlari oldi bilan Hindistonning chegarasiga besib kirgan. Xitoy askarlarining deyishicha, Hindistonning askarlari Xitoyning chegara bo'yiga besib kirgan deb o'zaro bir-birini ayblaydi ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Hindiston va Xitoy o'rtasidagi chegara to'qinishni Xi Jinping o'zi bir qo'lliq planliq ilib borgan deb qaraydi ekan. Bunda qilishdagi sabab bu yil beshida Xitoy davlatida Xitoy virusi paydo bo'lib, natijada Xitoy davlati uchun intayin og'ir krizis paydo qilgan. Xitoy davlatiningki iqtisodi tuyuqsizdilla shiddat bilan orqaga chekinib, Xitoy davlati ichida og'ir krizis yuz bergan. Bundan boshqa Xi Jinping Xitoy Kommunist partiyasining 100 yilligini tabriklash uchun ham Xitoy davlatini holliq saviyaga yetkazish uchun xalqaro Xitoy davlatini intayin kuchli ko'rsatish uchun tirishgan xomxiyollari barbod bo'lib, o'zining hozirgi huquq o'rniga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Xi Jinping o'zininki huquq o'rnining tavrab qilishidan ansirab, qo'lidagi harbiy huquqidan foydalanib, planli holda Hindiston va Xitoy o'rtasidagi chegara bo'yida g'arazlik to'qinish ipag'an. Bu orqali o'zining harbiy huquqini namoyon qilish orqali o'zining huquq o'rnini mustahkam qilish uchun bu harakatni ilib borgan. Kuzatuvchilarningki ikkinchi bir farzi bo'lsa, Amerika davlat ishlariga mas'ul bosh kotib Pompeo apandi Xitoy hukumatining diplomat ishlariga mas'ul bo'lgan bosh xo'jayin Yang Jiechi bilan maxfiy ko'rishish uchun Amerika davlatining eng g'arbidagi Havay orlig'iga mangdi ekan. Hatta Amerikaning bosh kotibi Pompeo apandi bilan Xitoy diplomat ishlariga mas'ul bo'lgan Yang Jiechi bilan Amerika Havay orlig'idagi havo armiyasining harbiy bazasida suhbat ilib bordi ekan. İki davlat suhbat ilib berayotgan mezgilda Xitoy davlatining qo'lida unumli kozur bo'lmaganligi uchun Amerika qo'llab kelayotgan Hindistonga Xitoy davlati urush ichish, hayvi qilish taktikasini ishlatib, Amerikaga besim qilmoqchi ekan. Kuzatuvchilarning faraz qilishicha, Amerika davlati Hong Kongga berilgan alohida imtiyozni ilib etmasa, Hindistonga urush ochadigan ishini to'xtatgan. Shunga Xitoy taraf Hindiston chegara bo'ylarida urush to'qinishini qo'zg'ab, hatta Pompeo apandi bilan suhbat qilayotgan Yang Jiechiga madad bermoqchi ekan. Yana bir ahvol bo'lsa, Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan birlashib qurgan o'zaro aloqa bog'laydigan sanoat bog'chisi degan ismdagi binoni portlatib yetibdi. Kim Jong Unning singlisi Jin va Jingning deyishicha, Janubiy Koreya Shimoliy Koreya chegara bo'ylarida tashviqot varaqlarini tarqitib, Shimoliy Koreyaga og'ir tahdid qildi. Shunga Shimoliy Koreya Janubiy Koreyadan o'ch oladi. Bu masalani Shimoliy Koreyaningki harbiy ishlar organi bir taraf qiladi deb so'zlagan ekan. Shuning bilan Shimoliy Koreyaning harbiy taraflari Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya bilan aloqalashadigan
eng oxirgi bir organ, bir binoni portlatib etibdi. Bu demak, endi Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasida jiddiylik paydo bo'lib, urush portlab qilishi mumkin ekan. Demak, Shimoliy Koreya va Janubiy Koreyaning bu yangi paydo bo'lgan krizisida yanala Xitoy davlati, yanala Shi Jinpingning qo'li bor ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Pompeo apandi bilan Yang Jiechi ikkisining atidagi uchrashishda 6 turlik masalalar o'tirib qo'yildi ekan deb xabar qilinibdi. Birinchi masala bo'lsa, Amerika davlati va Xitoy davlati o'rtasidagi savdo masalasi ekan. Ikkinchi masala bo'lsa, Xitoy virusiniki paydo bo'lish sababini surishtirish, javobgarlikka tortish ekan. Uchinchi masala bo'lsa, Hong Kong masalasi ekan. To'rtinchi masala bo'lsa, harbiy ishlarni kontrol qilish masalasi ekan. 5-masala bo'lsa, Shimoliy Koreya masalasi ekan. 6-masala bo'lsa, Xitoy davlatining tashviqot medialari hukumat amaldorlariga jazo yurgizish va hukumat amaldorlari harbiy xodimlariga va ularning oila tavobatlariga viza bermaslik, Amerikada yashayotgan Xitoy fuqarolarining ayni vaqtida Xitoy hukumatiga sodiq bo'lish uchun Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan Xitoylarni aniqlab chiqib, Amerika fuqarosi bo'lib bo'lgan Xitoylarni qo'g'lab chiqarish ekan. Agar 7-masala bo'lib qolsa, u bo'lsa-mu Hindiston masalasini so'zlashir ekan. Lekin mushu mazmunda suhbat qilgan taqdirdami, Pompeo apandi bilan Yang Jiechi apandining ikkisining suhbati ilgirlash bo'lmaydi deb qarasak bo'ladi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Anglab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.